Assalomu alaykum. Bu video tadbirkorlar uchun aynan ma'lum bir biznesini, vыручкасini bir necha baravarga oshirmoqchi bo'lgan insonlar uchun. Men bu videoda shunaqa instrumentlarni sizga aytamanki, bu instrumentlardan agarda foydalanadigan bo'lsangiz, konkurentlaringizdan bir necha baravarga oldinga chiqib ketasiz. O'rtacha holatda bu instrumentlar 50% dan 500% gacha biznes vыручкасini oshirishga yordam beradi. Ismim Fazliddin, marketing sohasida faoliyat yuritaman va shu paytgacha yirik tadbirkorlar va kompaniyalar bilan ishlab kelaman. Bulardan Ibrahim Go'layamov, Kozimxon To'rayev, Asadbek Ashurov, kompaniyalardan Turon Telekom, IP Taka, Diplomat Academy, Forward Academy loyihalari. Va men sizga hozir konkurentlaringizdan oldinga chiqish uchun ajoyib bir instrumentni berib o'taman. Undan oldin keling bitta narsani aniqlab olamiz. Siz konkurentlar oldinga chiqishingiz uchun ulardan nima bilan ajralib turishingiz kerak? Masalan, produktingizda bo'lsin, xizmatingizda bo'lsin. Keling shuni birinchi aniqlab olamiz. Birinchi siz ulardan farqlanishingiz mumkin bo'lgan narsa bu byudjet. Ularda pul ko'p, ya'ni yirik konkurentlarda har doim pul ko'p bo'ladi. Va o'rta yoki kichik konkurentlarda, kichik ya'ni bizneslarda bu nishadagi pul kamroq bo'ladi. Bu yerda bitta narsani aniqlash kerak. Agar sizda byudjet o'ta ham ko'p bo'lmasa, ya'ni juda ko'p bo'lmasa yoki ko'p byudjet siz marketingga tika olmasangiz, bu yerda bitta narsaga e'tibor berishingiz kerak. Aniq siz bilishingiz kerakki, produktingizdagi taklifi zo'r bo'lishi kerak. Bu narsani rad etib bo'lmas taklif yaratish deb nomlasak bo'ladi. Ya'ni sizda shunaqa taklif bo'lishi kerakki, uni eshitgan mijozingiz rad etib bo'lmaslik kerak. Tushunyapsizmi? Deylik o'quv markazi olaylik. Bu narsani sinaganmiz biz. Ya'ni o'quv markazi bilan ishlaganmiz, Diplomat Academy bilan va bu o'quv markazida byudjet unaqa ham ko'p emas. Ya'ni marketingga tikadigan byudjet, masalan, Internation deylik, bozorda deylik $50,000 tiksa, biz deylik $5,000 tikamiz. Buni farqi 10 baravar. Tasavvur qiling. Bu degani 10 barobar natijamiz ham yomon bo'ladi degani emas. Shunchaki 10 barobar pulimiz kam va bu yerda 10 barobar yaxshiroq biz miya bilan harakatlanishimiz kerak degani. Shuning uchun biz nima qilganmiz? Ajoyib rad etib bo'lmas taklif ishlab chiqqanmiz. Bu narsa ya'ni san shunaqa produktimiz bo'lgan, qisqa vaqtda IELTS olishga yordam beradi. Deylik, san 0 dan kelib 7 oyda IELTS 6 va undan yuqoriroq IELTS olasan va plus sen agarda IELTS 6 ola olmasang, biz seni pulingni 100% qaytarib beramiz degan offer berganmiz bozorga. Bu narsa nimadan kelib chiqqanini sizga tushuntiraman. Bu offer o'zi prostaki osmondan olib offer o'ylab topilmaydi. Bu narsani ham sizga hozir tushuntiraman. Va bu offer orqali o'rtacha bozordagi, masalan, o'quv markazida lidlar narxi $2 bo'lsa, bizning lidlarimiz 80 sent, 90 sentga tushgan. Ya'ni hisoblang, o'rtacha bu 2 barobardan ham yuqoriga bizda arzonlashgan. Va sifati ham xuddi shunga yarasha konversiya ham balandlashgan bizda. Buni o'z offer ishlab chiqish sababi qanaqa bo'ladi? Ya'ni nimadan kelib chiqib offer ishlab chiqasiz? Keling shunga to'xtalamiz. Aslida eng zo'r agarda siz offer yarata oladigan bo'lsangiz, uni yillab foydalansangiz bo'ladi. Ya'ni siz offeringiz zo'r bo'lsa, konkurentlar unaqa offer agarda bera olmasa, bu offer sizga ishonavering, daromadingizni keskin oshirib oladi. Daromadingiz ko'proq bo'lishiga, vыручканgiz oshishiga, umumiy hisobda sizning kompaniyingiz borgan sari tikadigan puli ham, reinvestitsiya soni ham, miqdori ham kengayishiga yordam beradi. Endi offerlarni qanaqa ishlab chiqamiz? Buning uchun bizga CastDev yordam beradi. CastDev nimaligini bilmaydiganlar uchun, CastDev bu customer development, ya'ni mijozlarni chuqur o'rganish degani. Mijozlar o'rtacha holda 3 ga bo'linib CastDev qilinadi. Birinchisi bizdan sotib olganlar, ikkinchisi bizdan doimiy sotib olayotganlar va uchinchisi bizga отказ berga sotib olmaganlar. Endi CastDev ham 2 ga bo'linadi. Birinchisi bu sifatli CastDev, ya'ni siz ma'lum bir infoni olish uchun odamlar bilan CastDev, ya'ni analiz qilib chiqasiz. Ikkinchisi bu sonli CastDev, ya'ni yuzlab, 200lab, minglab odamlar bilan siz analiz qilib chiqasiz va o'shanda sizda raqamlar paydo bo'ladi. Ya'ni 100 ta odam bizning produktimiz bunaqa dedi, 100 ta odam bizga bunaqa javob berdi, 100 ta odam bu holda bunaqa qilardi degan analitika bo'ladi. Sifatli CastDev qilish boshida sizni qiynaydi, chunki siz yuzlab, 200lab odam topa olmaysiz. Masalan, deylik, o'quv markazi bo'lsa, siz 500 ta odam analiz uchun topishingiz juda ham qiyin. Va 500 ta odam analiz qiladigan marketing katta jamoa topishingiz o'zi qiyin. Shuning uchun siz bu yerda sifatli CastDev qilsangiz bo'ladi boshlanishiga. Deylik, siz 30 ta odam topdingiz. 30 tadan 10 tasi sizdan sotib olgan, birinchi xarid qilganlar, qolgan 10 tasi ko'proq, ya'ni 2 va undan ko'proq marta xarid qilganlar. Uchinchisi bu sizga отказ bergan, ya'ni menga to'g'ri kelmadi, olmayman deganlar. Va har biriga savol tuziladi, savol listlar tuziladi. Savol bir xil bo'ladi. Ya'ni shunaqa savol asosida siz ularni analiz qilasiz. Qo'ng'iroqda qilsangiz bo'ladi, CastDev turlari, ya'ni onlayn qilsangiz bo'ladi. Ularda telefonda yoki onlayn mitinglarda, Google Meetingda yoki offlayn qilsangiz bo'ladi. Qaysi bir sifatliroq desiz, offlayn qilganingiz albatta yaxshiroq, lekin hozirgi zamonda offlaynga odam chaqirish, topish juda ham cho'zilib ketadi. 30 ta odam topishingiz uchun siz bilmayman, 100 ta odamni chaqirishingizga to'g'ri kelar. Shuning uchun onlayn qilsangiz bu tezroq bo'ladi va 2 ta 3 ta odam bilan amallab tashlasa bo'ladi. Endi bizda ham xuddi shu narsa, CastDev juda ham kuchli yordam bergan, kuchli offer ishlab chiqishga. Va o'shanda CastDevda analiz qilingan. Nima bersakki sizga, siz bizni kichkina o'quv markazi bo'lsak ham отказ qilmaysiz yoki nimaga yozilasiz bizga degan savol berilgan.
Ko'pchilik aytgan, endi men ustozlarni oldindan bilmayman, anaqa bilmayman. Menga endi iloji bo'lsa kafolat bersanglar zo'r bo'lar ta'lim. Ya'ni men agar o'qishinglar zo'r bo'lsa, zo'rligiga kafolat beringlar degan bizga juda ham ko'plab bu takliflar tushgan. Va o'sha taklifdan kelib chiqilgan holda biz offer shakllantirganmiz va offer juda ham zo'r ishlagan. Shuning uchun bu yerda asosiy biznesda siz qo'llashingiz mumkin bo'lgan narsa, ya'ni konkurentlardan oldinga chiqib ketish uchun qo'llash kerak bo'lgan narsa, ularda taklif bilan siz konkurensiya qilsangiz bo'ladi. Narx bilan emas yoki kim ko'proq pul tikishga emas, ko'proq pul tikkan albatta zo'r, lekin imkoniyatingiz doirasidan kelib chiqasiz har doim. Imkoniyatingiz masalan 10 ming dollarga yetsa, siz boshqa ishlatilishi kerak bo'lgan pullarni olib marketingga tikishingiz xato. Ya'ni o'zini pulini hammasi joyi bor va ortgan pulni marketingga qancha ko'p shuncha yaxshi. Endi agar taklif bilan siz konkurensiya qilsangiz, taklifingiz qanchalik zo'rroq bo'lsa, shuncha oldinga chiqishingiz mumkin. Biz o'zimiz ham ishlaganmiz Ibrohim aka Gulyamov bilan va Ibrohim akada zo'r offerlari bo'lgan kurslarda. Ya'ni darsga kelasan, agarda bitta narsa yoqmasa ham senga pulingni qaytarib beraman. Hatto shevam, ya'ni men gapirish shevam yoqmasa ham pulingni qaytarib beraman degan narsa bo'lgan. Qaytarib berish soni ishonuving juda ham kam bo'ladi, lekin offeringiz kuchliligi sababli odamlar juda ham ko'p yoziladi sizga. Chunki offerni ko'radi odamlar va o'ylaydi, produkt demak rost ekan, zo'rki, odamlar offer bera olyapti. Ya'ni bunaqa taklif bera olyapti degan narsa bor. Ya'ni pulni qaytarib berish bu bitta offerning turi. Ya'ni odamlar chunki kurs masalan deylik 30 million bo'lsa, odamlar risk bu 30 million beraman, oqlamasa-chi degan narsa bor. Shu og'riqqa yopish uchun bu taklif ishlab chiqilgan. Siz stomatologiyangiz bo'lsa yoki sizni qanaqadir boshqa turdagi, ya'ni nishadagi biznesingiz bo'lsa, o'shanga kelib chiqib, o'shandagi eng ommaviy auditoriyani qiynaydigan savollardan kelib chiqib offer tayyorlaysiz. Shuning uchun ham KazDev kerak bo'ladi sizga. Ishonavering, agarda offerlarni KazDev asosida qilsangiz va offerlarni juda ham puxta ishlab chiqadigan bo'lsa, og'riqlardan kelib chiqadigan bo'lsa, ishonavering juda ham tez o'sasiz. Chunki odamlarga og'rig'ini yopadigan offer bo'lsa, pul to'lashga tayyor. Shunchaki uni ishontirish kerak. Va bu yerda sizga yana bitta men muhim narsani aytib o'tardim. Ikkinchi bu videodagi qismi bu brending. Odamlar sizdan sotib olish uchun 3 ta etapdan o'tadi. Birinchisi bu sizni tanish kerak, ikkinchisi ishonish kerak, keyin sotib olish kerak. Ko'pchilik esa birinchi navbatda odamlarga target yoqish yoki lead generatsiyaga yoki blogerlarga beradi. Blogerlarga berishdan oldin u kompaniyani odamlar xalq taniydimi, yo'qmi? Shuni aniqlab olish kerak. Shuning uchun mana shu 3 ga bo'lib oling sizni kompaniyangizning qadamlarini. Tanilishi, ishonilishi va sotib olinishi. Shuning uchun birinchi navbat tanilishiga qanchadir budjet tiking, ishonilishiga qanchadir budjet tiking va sotib olish uchun budjet tiking. Agar siz brendingda ham, ya'ni siz brendingizda sotib olish uchun mana shu qadamlardan o'tadigan bo'lsangiz, ya'ni taqsimlaydigan bo'lsangiz pulingizni, ishoning tezroq rivojlanadi. Chunki ko'pchilik bunda teskarisini qiladi. Birinchi sotib olish uchun pul tikadi, sotib olmaydi hech kim, конечно, chunki odam tanimaydi, tanimaganiga ishonmaydi va xatolik kelib chiqadi. Shuning uchun siz bu yerda etapma-etap o'tadigan bo'lsa, sotuv jarayoningiz tezlashadi. Sotuv jarayoningiz, ya'ni ko'payadi demoqchiman. Men ham o'zimda marketing uslublarimizda offer ishlab chiqayotganda juda zo'r narsaga KazDev orqali e'tibor berganman. Chunki men o'nlab tadbirkorlar bilan aynan bu offer ishlab chiqish uchun tayyorlanganman. Bizda ya'ni shunaqa narsa bo'lganki, tadbirkorlar aytgan, "Men deylik sotuv uchun pul tiksam" deydi. Marketologga keladi, "Men sotuv o'qilaman, sizni ijtimoiy tarmoqlarda yoki boshqa joyda brendingizni ko'tarmayman, brendingizni rivojlantirmayman yoki brendingizni rivojlantirsam sotuvingizni olmayman" degan minuslar bo'lgan marketologlarda. Men shunaqa offer tayyorlaganmanki, rapid marketing strategiyasidan foydalanamiz va bir vaqtda ikkita ish qilamiz degan. Ham brendni uznavaymiz uchun ishlaymiz, ham brend sotuvi uchun ishlaymiz. Chunki uznavaymiz bo'lsa lekin sotib bo'lmasa, uni monetizatsiya qila olmasak tadbirkorga minus, lekin sotuv qilamiz deb uznavaymiz uchun ishlamasak, u brend uchun minus. Chunki brendni borgan sotuv tushib boradi, chunki odamlar tanimaydi uni. Shuning uchun ikkala tarafga ham rapid marketing strategiyasi orqali olamiz deb offer berganman. Va shu offer orqali biz juda ham yirik kompaniyalar bilan va yirik tadbirkorlar bilan ish boshlaganmiz. Shuning uchun bu narsa o'zimda ham ishlagan, bizni mijozlarimizda ishlagan va sizda ham katta ehtimol bilan ishlaydi. Ya'ni birinchi masala xulosa qilamiz. Kuchli taklif yaratishingiz kerak. Buning uchun siz KazDev qilishingiz kerak, ya'ni mijozlarni analiz qilishingiz kerak. Mijozlarning turlarini ham aytib o'tdim, sotib olganlar, отказ berganlar va qayta sotuv qilayotganlar. Va 3-etapda ishingiz kerak bo'lgan brend sotuv etaplari bor. Ya'ni tanilishi, ishonilishi va sotib olinishi. Shu etaplardan o'tishingiz kerak. Mana o'zimni YouTube qilishim sababi ham xuddi shunday. Meni va jamoam odamni tanish kerak, unga ishonish kerak va undan keyin sotib olish kerak. Shuning uchun mana shu narsaga e'tibor berasiz. Xulosalarni qildik va endi men tadbirkorlarga taklifim bor. Agarda siz rapid marketing strategiyasi orqali, ya'ni ham brendingizni tanilishi va brendingiz sotuvlarini joyida bo'lish va stabil bo'lishini, doimiy oshib borishini, strategik bu yerda boshqarilishini xohlasangiz, meni jamoam sizga yordam berishi mumkin. Biz jamoamiz bilan bir vaqtning o'zida kompaniyani ham uznavaymiz ustida, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda tanilishi, uni offline, onlayn marketing bilan tanilishi, nafaqat digital, balki digital bo'lmagan sohalarda ham siz brendingiz tanilishida va uni sotuvi oshishida. Ya'ni sotuv oshish uchun faqat Instagramdan target yoqish emas, boshqa social, ya'ni resurslardan foydalanishimizda biz sizga yordam beramiz.
biz bilan bog'lanish va konsultatsiya uchun bo'lsa, pastda shu videoni opисание qismida biz havola qoldiramiz. Mana shu videoni opисаниясini bosganingizdan keyin havola chiqadi. Havolani bosib ro'yxatdan o'tasiz va sizga assistentlarimiz yoki o'zimiz aloqaga chiqamiz va choy ustida konsultatsiya qilamiz. Va undan keyin men qanaqa yordam bera olaman, jamoamiz qanaqa yordam bera oladi bir ko'rib chiqamiz. Undan keyin Xudo xolasa sizga maksimal yordam berishga harakat qilamiz. Siz bilan Fazliddin bo'ldi. Bu kanalimda ishonavering, juda ham eng muhim bo'lgan dolzarb tadbirkorlarga yordam beradigan ma'lumotlarni men joylab boraman va qo'llab-quvvatlab turasiz degan umiddaman. Buning uchun obuna bo'ling va videolarni o'tkazib yubormaslikka harakat qiling. Siz bilan keyingi videolarda yana ko'rishguncha